Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmsizlik qıtınlar ekranımız olsun. Xitayning ikki yig'inida irqiy qirg'inchilik siyosatlari qayta ta'kidlandi. Beijingda echilayotgan Xitoyning 14-nji navbatlik atalmış xalq qurultayida Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatlari qayta ta'kidlandi. Xitoyning Sharq Turkistondagi tashviqot organi Tangritog' to'rining 7-mart xabar qilishicha, Xitoy 14-nji navbatlik xalq qurultayi 3-nji yig'iniga qatnashgan atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik vakillar o'maki umumiy yig'in o'tkazgan bo'lib, yig'inda o'tirg'i qo'yilgan dokumentga qarab chiqqan. Shuhrat Zakir, Erkin Tuniyaz, Sumrat Ubul qatorliq qo'rchoq amaldorlar yig'inda so'z qilib, yig'in dokumentida o'tirg'i qo'yilgan atalmış Xinjiangda Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash xizmatining asosiy liniyasini chin ko'zlab minish, partiyaning yangi davrdagi Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirish qatorliq iboralarni takrorlab, irqiy qirg'inchilik siyosatining davomli ijro qilinadiganligiga ishorat qilgan. Yig'inda o'tirg'i qo'yilgan dokumentda yangi bir yilda atalmış Junxo millati o'rtaq gavdasi qurilishini asosiy liniya qilish, atalmış muqimlikni qo'g'dashni doimlashtirish qatorliq terror iboralari alohida ta'kidlangan. Xabarda atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik vakillari o'makining chet ellik muxbirlarning savollariga javob berganligi qayd qilingan bo'lib, Mashinroy burunqi safsatalarini takrorlab, Sharq Turkistonda majburiy emgakning irqiy qirg'inchilikning mavjud emasligi, Amerika qatorliq g'arb ellaridagi Xitoyga qarshi kuchlarning bu haqda bo'hton chaplaganligi haqida jar solgan. Xitoy ishg'oliyat tarixidan boshlab Sharq Turkiston xalqini har xil bahonalar bilan bostirib kelgan bo'lib, yaqinqi mezgillarda ochiq-oshkora irqiy qirg'inchilik yurgizish jarayonida atalmış millatning orlishishi, yo'g'irilishi, Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash nomlari ostida xitoylashtirish siyosati ijro qilmoqda. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati sababli xalqaro jamiyatning ayblashi va bir qism jazolarga uchragan bo'lsa-mu, biroq jinoyatlarni izchil davomlashtirib kelayotganligini, o'z jinoyatlarini inkor qilish bilan birga har xil rezil vositalar, bahonalar orqali yo'lliq ko'rsatishga xalqaro jamiyatni aldashga tirishayotganligini bildirishmoqda. Hindiston Xitoyning bir balvoq bir yo'l tashabbusiga qarshi ilgirlamoqda. Hindiston Xitoyning atalmış bir balvoq bir yo'l tashabbusiga qarshi o'tirg'i qo'ygan iqtisodiy koridor plani asosiy jihatdan shakllanmoqda. Janubiy Xitoy sahar gazetining 8-mart xabar qilishicha, Hindiston diplomatik tirishchanliklarini kuchaytirib, Hindiston O'rta Sharq Yevropa iqtisodiy koridori qurilishini yo'lga qo'yishga boshlagan. Bu qurilish xalqaro savdo yo'llarini o'zgartirish va Xitoyning bir balvoq bir yo'l tashabbusiga taqobil turishni maqsad qilgan cho'ng ko'lamlik ul aslaha qurilishi hisoblandi. Hindiston O'rta Sharq Yevropa koridori orqali Janubiy Osiyo Paris qo'ltiqi va Yevropani tutashtiradigan temir yo'l dengiz transport koridori, energiya turbiliniyasi va sonliq ma'lumot nur kabeli to'g'ri qurilgan bo'lib, Hindistonning aloqa iqtidori va iqtisodiy o'rni kuchaydi ekan. Gerçi G'azzada urush portlaganligi sababidan G20 yig'inida qurilish plani o'tirg'i qo'yilgandan keyin Hindiston O'rta Sharq Yevropa iqtisodiy koridori ba'zi qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lsa-mu, ammo bu qurilishning kuchi borgan sari oshgan. Yaqinda Hindiston bosh ministri Washingtonga qilgan ziyorati jarayonida Hindiston va Amerika 6 oy ichida Hindiston O'rta Sharq Yevropa iqtisodiy koridori sheriklari bilan yangi harakat qo'zg'ash planini e'lon qilgan. 7 davlat guruhining bu planni konkret qo'llashi bilan savdo puristi qayta shakllanib, Hindistonga g'arb bilan munosabatini kuchaytirish va tez sur'atda kuchayayotgan Xitoyga qarshi raqobatga taqobil turish, dunyo miqyosidagi ta'sirini oshirish puristini yoritib beradi ekan. Xitoy Tayvanning kuch orqali birlashtirilsa, avtonomiya huquqini yo'qotishi mumkinligini ilgari surdi. Xitoyda echilayotgan ikki yig'inda bir qurultay vakili agar Tayvan qurol kuchi orqali birlashtirilgan taqdirda texmi ojiz avtonomiya huquqiga erishishi mumkinligini da'vo qilgan. Janubiy Xitoy sahar gazetining 8-mart xabar qilishicha, Xitoy qonun komitetining bir a'zosi ogohlantirib, agar Tayvan majburiy holda qurol kuchi orqali birlashtirilgan taqdirda o'zining avtonomiya huquqini yo'qotishi mumkinligini bildirgan.
u tinchlik bilan birlashishning Hong Kong va Omanning tartibiga qaraganda texmi qulay bo'lishi mumkinligini, agar Tayvan Xitoy bilan birlashishga qarshilik ko'rsatsa, avtonomiya huquqi cheklangan bir o'lka darajasiga tushib qolishi mumkinligini o'tirg'a qo'ygan. Bildirilishicha, Xitoy Tayvanning tuzumiga hurmat qiladiganligini da'vo qilsa-mu, Tayvanliklarning atalmish bir davlatli ikki xil tuzum sistemasiga bo'lgan qarshiligi kuchli ekan. Bo'libmi, Hong Kongda yaqinda yuz bergan voqealar sababli Tayvan xalqining Xitoy rejimining majburiy qo'shib olish planiga bo'lgan qarshiligi texmi kuchaygan. Trump Xitoy mallariga qo'ygan tamojna bejining ta'siri ko'rilishga boshladi. Trumpning Xitoy mallariga qo'ygan qo'shimcha tamojna beji ta'sirini ko'rsatishga boshlagan bo'lib, bu yil Xitoyning dastlabki 2 oylik importi va eksporti ko'rinarli tuvalligan. Amerika ovozining 8 mart xabar qilishicha, bu yilning dastlabki 2 oyida Xitoyning import miqdori kutilmagan darajada tuvallashga boshlagan bo'lib, eksport miqdori mo'ljaldagiga yetmagan. Amerika prezidenti Donald Trump yo'lga qo'ygan ikkinchi qatimliq boj urushi Xitoyga zo'r besim elib kelgan. Trump tunji qatimliq prezidentlik mezgilida oldi bilan Xitoyga qarshi birinchi qatimliq boj urushi qo'zg'ab, Xitoyning necha yuz milliard dollar qimmatidagi import mahsulotlariga zo'r miqdorda tamojna beji qo'ygan. Bu yil birinchi oyda Oqsaroyga qaytib kelgan Trump darhol barliq Xitoy mallarining tamojna bejini 10% o'stiradiganligini jakarlagan. 3-oyning 5-ida u yana Xitoyga qo'yilgan bojni 10% o'stirgan. Hozirga qadar Xitoy mallariga qo'yilgan boj taxminan 45% ga yetgan. Trump boj o'stirish sababini Xitoyning o'limga sabab bo'ladigan opioid turidagi dori fentanilning Amerikaga eqishini unumli to'smaganligiga bog'lagan. Xitoyning sonliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, oldingi 2 oyda import-eksport umumiy qimmati 6,54 trillion yuan bo'lib, oldingi yildagi o'xshash mezgilga selishtirganda 1,2% tuvalligan. Buning ichida eksport 3,88 trillion yuan bo'lib, 3,4% oshgan. Import 2,66 trillion yuan bo'lib, 7,3% tuvalligan. Amerika dollari bilan hisoblaganda import eksport 2,4% tuvalligan. Buning ichida eksport 2,3% oshgan. Import 8,4% tuvalligan. Mutaxassislar boj o'sish to'g'risidagi farazlarning ta'siri sababli ehtiyojning ta'siriga uchraganligini, bu ahvollar Xitoyning oldingi 2 oylik eksport sur'atining ostilishiga sabab bo'lganligini bildirgan. Xitoy Kanadaning ba'zi yezi egilik mahsulotlariga boj qo'yib o'ch oldi. Xitoy Kanadadan o'ch olish maqsadida bir qism yezi egilik mahsulotlari va yemak-ichmaklardan elinadigan bojni o'stirdi. Nikkei Asiya to'rining 8 mart xabar qilishicha, Xitoy Kanadaning Xitoyda ishlab chiqarilgan tokliq avtomobil po'lat mahsulotlari importiga yurgizgan boj siyosatiga javoban Kanadaning yemak-ichmak yezi egilik mahsulotlariga yangidan boj qo'yilganligini e'lon qilgan. Mazkur boj qarori 20 mart kuchga ega bo'ladigan bo'lib, bu Kanadaning qichimayi, piranik, oshburchoq importiga qo'yiladigan 100% boj va go'sht dengiz mahsulotlariga qo'yiladigan 25% bojni o'z ichiga oladi ekan. Xitoy Savdo ministrligi Kanadaning Xitoy mallariga qo'ygan bojlari haqida Dunyo savdo tashkilotining qoidalarini buzdi. Bu Xitoyning manfaatiga ziyon soladigan kamsitish tadbiri deb jar solgan. Kanada bosh ministri Justin Trudeau buningdan ilgari mazkur boj siyosatining Xitoyning davlat yordamiga erishgan normadan ortiq ishlab chiqarish siyosatiga javob qaytarish uchun yurgizilganligini, Amerika va Yevropa ittifoqining o'xshash harakatlarni qo'llanganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy Amerikadan qolsa Kanadaning ikkinchi cho'ng savdo sherigi bo'lib, ikki tarafning ziddiyati xalqaro bozorga ta'sir ko'rsatdi ekan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.